Ne u yerda turibsizlar? Kirili sizlar uchun zo'r qasr uyi topib qo'yganman. Inshaalloh mana shu videoni ko'rib turib, like bosgan har bir mo'min musulmonga eng kamida mana shunaqa uylarda yashashlik nasiba ro'za aylasa. Sizlar hozir bu go'zal uy fasadini ko'ribsizlar. Bular hali holva. Sizlar bu uyni ichini ko'ringlar. Inshaalloh hammaga yoqadi. Uyimizni qaranglar, atmosferani qaranglar. O'rtada mana shunaqangi fontanlar, zelyoniy zonani kattaligini qaranglar. Bu yoq tarafda yozgi oshxona, barbekyu zonalar. Keling sizlarga uyimizning tashqari fasadini ko'rsataman. Tashqari fasadini ham ko'rib turibsizlar. Juda ham bir chiroyli. Darvozaxonadan kirar ekanmiz, avtomatik darvozalar, naves ostida bemalol 3 ta mashinani sig'diradigan parkovka qismi bor. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizning uyimizning oshxonasi, oshxonadan keyin oila davrasida o'tirish uchun joylar tashab ketilgan mana shunaqangi chiroyli joylar va spa zona, sauna, dushoy kabinalari ham bor va uyimizning yuragi kotelniy xona joylashtirilgan. Tayyormisizlar? Yoningizga limon choy qo'yib, oyog'inglarni uzatib olinglar. Biza bo'lmasa bu qasr uyga sayohatni boshladik. Bu san'at asari bo'lmaydi, nima qaranglar, tanlangan rangli, ko'z ko'rganda quvonadigan bu yana. Biz hozir uyimizga kirib kelish hol qismida turibmiz. Qaranglar, qanaqangi katta, kengli. Bu yoqqa kirishimiz bilan shkaf, ya'ni oyoq kiyim kiyimlish va bizani отдельно mana shunaqa hol qismi ajratilgan, ya'ni mягкий zona, TV zonasi ham joylashtirilgan. Ko'rasiz, mazza qilib bu uyni xarid qilarkansizlar, bor yo'g'i kiyimlarni olib mazza qilib yashaysizlar. Ana endi kelinglar, sizlarga bu uyimizni mehmonxonasini ko'rsataman. Tanlangan rangli eshikdagi o'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham nozik did bilan qilingan. Kirar ekanmizda bizda elektronnik kamin birinchi o'rinda ko'zga tashlanadi. Bu yerda ikki qismga bo'lingan. Qaranglar, stol va mягкий zona qilingan. Ko'rasiz, hatto mana shu turishi hammasi turistik mebellar. Endi har birini narxini aytib o'tirmayman. Kelsanglar men o'zim sizlarga narxini aytaman. Shu turishida sotiladi. Siagalarga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, birinchi etajimizning spalnisi bo'libdi. Bu spalnimizning o'zining ichida sanuzellari ham o'rnatilgan. O'zingizlar ko'rib baho berasiz. Sanuzel va garderob. Sanuzelni ko'rasizlar, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Ana endi biz sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajga yo'l olamiz. Mana qaranglar, ikkinchi etajimizga chiqar ekanmiz. Ikkinchi etajimizda ham mana shunaqangi keng hol mavjud va qaranglar, bu oddiy emas, bu haqiqiy Onyx tosh. Mana shuni o'zi ham palon pul turadi, bilganlar biladi. Ikkinchi etajimizda naq 5 ta, umumiy hisobda bizda 8 ta xona bo'lyapti. Kelinglar, birinchi u mana shu xonalardan boshlab keyin daryoga o'tamiz. Uzun ketgan kattagina koridor, master spalniyamiz. Master spalniyamizdan eng plyus tarafini hozir ko'rsataman. Hop, kirar ekanmiz, kattagina xona bo'lyapti, TV zonalari. Bu yerda o'zining ichida garderobnisi, marhamat. Garderobnisi, mashina o'chirib qo'yib, ventilyatsiyani, kelinglar, garderobni va sanuzel. Kattagina vanna qo'yilgan, uni ustiga yetmaganda bu yerda dushoy kabinalar ham qo'yilgan. Bu bizda master spalniy bo'lyapti. Ko'rasizlar, tanlangan ranglar juda ham chiroyli tanlashgan ranglarni. Shuni yonginasida yana bitta xonamiz bo'lyapti. Bu detskiy o'zining shkaflari, dars tayyorlaydigan joylari, lekin buni ko'rgan odam hech kim detskiy deb bilmaydi. Ko'rasizlar-ku. Ranglar realni menga yoqdi. Siagalarga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Professional ustida ishlaganligi ishligidan namoyon va yana bitta detskiy spalniyamiz. Bu o'zining ichida sanuzel ham bor. Marhamat, o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Baho berib qo'yasizlar. O'zingizlar akkuratni qilib qo'ying. Ana endi nariga xonalarga ham ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalashib. Juda ham chiroyli, koridor keng. Ikkinchi etajdagi holiga ham o'zingizlar bitta baho berasiz. Juda ham kattaligi menga yoqdi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, xuddi shunaqa xona, boydagi xona rang tanlangan. Bu yerda ikki xil ko'rasiz, bu tarafi oq, bu tarafi to'q yashil rangda qilingan va ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan umumiy sanuzel. Bu yerda garderoblar bilan qilingan. Marhamat, sanuzelingiz ham juda ham nozik bilan ishlangan. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Va ikkinchi etajimizning oxirgi xonasi bo'lyapti. Ko'rasizlar, juda ham bir chiroyli qilingan. Birinchi o'rinda ranglarni gapirish kerak, chunki odam ishdan charchab kelganda, xonasiga chiqqanda ko'zi ortmaydigan rangda tanlangan. Ana endi sizlar bilan birgalashib bu go'zal uyimizning podvaliga yo'l olamiz. Bu esa bizning uyimizning podval qismi. Kelinglar, podvalga tushar ekanmiz. Birinchi o'rinda mana shunaqa sport zal ko'rasizlarmi? Hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Zalga bor, vaqt ketkazib bo'lmaydi. Uylarning ichida hamma sharoit mavjud. Ana endi bu joyga endi bitta yurakchani bosmasanglar bo'lmaydi. Marhamat, sizdan kelgan. Qarang, kinozalni qarang, hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Mягкий zona atamankalari bor. Bundoq yotib bersangiz, oyog'ingizni bundoq chiqarsangiz, mana oyoqni ko'tarib yotib berib,
mazza qilib o'zinglarni yoqtirgan kinoinglarni oila davrasida mazza qilib ko'rib o'tirishga nima etsini shaxsan menga mana shu xona ham juda ham yoqdi. Qaranglar, har bitta xonani mana shunaqa datchik bor, ya'ni teplый polli datchiklari o'rnatilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, uyimizdan umumiy garderob xonasi bo'lyapti. Qaranglar, juda ham akkuratni qilingan va bu yoqqa uyimizni prachniy xonasi bo'lyapti. Marhamat, prachniy xonasiga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Akkuratniy shkaflar yasalgan va uyimizni eng fayzli xonasiga sizlar bilan birgalashib kirar ekanmiz. Mana buni qaranglar, juda ham bir chiroyli. Men bitta o'tirib, kitob olib o'tirib o'qib o'tirishga nima yetsin, inshaalloh niyat qilganlar bitta yurakdan bosib qo'yamiz. Kimga mana shunaqa uyga ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga bittada jo'natib qo'yinglar. Eng kamida hammamizning uyimizda bitta mana shunaqa chiroyli fayzli namozxona bo'lishini nasib ro'za aylasin. Lokatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, lokatsiyamiz Yunusobod tumani Hasanboyda joylashgan 6 sotuq yer maydoniga ega. Agar sizlarga uyimizni mana shu holida, ya'ni mebel texnikasi bilan qiziqtirayotgan bo'lsa, narxi 850 ming deyilyapti. Sizlarga mebellari kerak emas deydigan bo'lsangiz, ya'ni 750 mingga aylanadi. Inshaalloh hammamizga mana shunaqa uylarda ota-onangiz bilan yashashlik nasibi ro'za aylasin. Bu videoni eng yaqin jigaringizga jo'natib qo'ying.